Bugun sizlar bilan kelishiklar va ko'makchilar degan mavzuda qisqagina dars o'tamiz. O'zbek tilida 6 ta kelishik bor. Bulardan bosh kelishikning qo'shimchalari yo'q. Qaratqich kelishigi qo'shimchasi ning, tushum kelishigi qo'shimchasi ni o'rnida ko'makchilar qo'llanilmaydi. Kelishik qo'shimchalari bu affiks, ya'ni qo'shimchalar, alohida so'z emas. Ko'makchilar esa alohida so'z, yordamchi so'zlar hisoblanadi. Ular o'rni bilan yo'nalish kelishigi, o'rinpayt kelishigi va chiqish kelishigi o'rnida qo'llanilishi mumkin. Hozir shularning ba'zi birlari bilan tanishtirib o'tamiz. Masalan, yo'nalish kelishigi qo'shimchasi ga. Shaharga ketdi. Mana shu ga o'rniga ko'makchini qo'yamiz. Shaharga ketdi. Bu yo'nalish kelishigi. Shahar sari ketdi. Shahar tomon ketdi. Shahar tomonga ketdi. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Ham ko'makchi, ham yo'nalish kelishigi qo'shimchasi qo'llanilishi mumkin. Shahar tomonga, tomon bu ko'makchi, ga yo'nalish kelishigi qo'shimchasi. Endi o'rinpayt kelishigi qo'shimchasi da. Yer nima bilan haydaladi? Traktorda haydaladi. Traktorda haydaldi. Da o'rniga ko'makchilarni qo'llaymiz. Traktor bilan haydaldi. Traktor orqali haydaldi. Traktor vositasida haydaldi va hokazo. Chiqish kelishigi dan haqida ham ma'lumot beramiz. Kasalligidan kelmadi. Bu yerda bu sabab bildirilyapti. O'rniga ko'makchilarni qo'llaymiz. Kasalligi uchun kelmadi. Kasalligi sababli kelmadi. Kasalligi tufayli kelmadi. Kasalligi bois kelmadi. Kelishiklar o'rni bilan ko'makchilar almashishi mumkin ekan. Endi bundan tashqari fe'lning ravishdosh shakli ham bor. Mana shu shaklidagi gani qo'shimchasi o'rniga ko'makchilar qo'llanilishi mumkin. Masalan, ishlagani bordi. Gani o'rniga ko'makchini qo'llaymiz. Ishlash uchun bordi. Ishlash maqsadida bordi. Bu yerda bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. Ishlagani bordi bilan ishlash uchun bordi yoki ishlash maqsadida bordi deganda biroz o'zgarish yuz beryapti. Ya'ni ishla degan fe'lga sh harakat nomi qo'shimchasi qo'shilyapti. Ishlash uchun bordi. Ishlash maqsadida bordi. Mana shunday qo'shimchalarning o'rniga ko'makchilar qo'llanilishini yaxshiroq bilib olishimiz kerak bo'ladi. Lekin bir narsani aytib o'tmoqchiman. Hamisha o'sha yo'nalish kelishigi qo'shimchasi ga, o'rinpayt kelishigi qo'shimchasi da, chiqish kelishigi qo'shimchasi dan yoki mana bu ravishdosh qo'shimchasi gani o'rniga hamisha ko'makchi bo'ladi degan bir fikrdan yiroq bo'lishimiz kerak. O'rni bilan bo'ladi. Hamisha emas.